Xo'p, hamma pullarni ham oldim bo'ldi, hech nima esdan chiqmadi. Avval aytgancha telefonim qolib ketibdi, har doimgidek. Hammaga salom do'stlar, mani ismim Kompot, mani yangi videomga xush kelibsizlar. Sizlar ko'rishinglar bugun kun. Mani bugun kayfiyatim judayam zo'r, chunki men bugun judayam zo'r narsa sotib olishga ketyapman. O'zinglar ko'rgan bo'lsanglar kerak. 6 ta pochka pulim bor, bolalar qaranglar. Men o'zimga mashina sotib olishga ketyapman shaharga. Mayli, pullarni osib tashamay qolinglar endi. Lekin men hozir sizlarga aytmayman, qanaqa mashina olishga ketayotganimni, qiziq bo'ladi. Lekin men sizlarga bitta tarafini aytaman. U mashina lavali mashina, bolalar, lavali. Sizlar to'g'ri eshitdinglar. O'zinglar ko'rasizlar, lekin u juda ham zo'r mashina. Xo'p, bo'ldi, ketdi, tezroq shaharga mashinamni olib keling. Taksi ham kelib qolgandir menimcha уже. Salom Kapot. Salom qishloq, kayfiyating qanaqa? Mani kayfiyatim yaxshi, saniki zo'rmi deyman-a? Meniki judayam zo'r, chunki men shaharga ketyapman o'zimga mashina olishga. Nechi pulga olsam mashinani? 6 ta pochka pulga olman qishloqqa. Vau, qimmatga otgan ekansan. Sen uni endi shahar mashqqa olib kelmoqchimisan? Shu yoqqa olib kelmoqchiman. Lekin bekor qilayotgan ekansan-de. Nimaga menga aytib bera qol tezroq. Sen endi bilasan, bizani qishloqlarimizni g'alatiroq sal endi. Mashina ko'rmagan, uni mashinaga rasmga tushib oling deydi. Mayli, bemalol rasmga tushirsin, men ruxsat beraman. Yana o'g'rilar ham bor. Eshitmadingmi? Qishlog'imizda o'g'ri paydo bo'lgan. Qanaqadir garaj ham olishing kerak menimcha. Lekin garaj ham yordam bermaydi. Ana ko'ra bitta qishloqni garajidan o'g'irlab ketishibdi. Voy, yo'q, shunaqa bo'ptimi? Kapot shunaqa bo'pti. O'shaning uchun Kapot san bitta garaj sotib olasanmi? Lekin baribir u ham unchalik yordam bermaydi. Qishloqqa shunaqa degan, mayli, rahmat, nimadir o'ylab qolarman. Voy bolalar, yomon bo'ldi-yu, lekin men bilmagandim bizani qishlog'imizda o'g'rilar borligini, mashinalarni o'g'irlab ketayotgan ekan-u. Mayli, men unda hozir kayfiyatimni buzmayman-da, borib olib kelaman, keyin u yog'ini nimadir o'ylab topamiz. Hozir men mashinani olib kelib, videoni yoqaman, keyin ketdi. Xo'p, bolalar, mani mashinamni ko'rishga tayyormisizlar? Xo'p, tadam, qaranglar mani mashinamni. Bolalar, mana sizlar o'zinglar ham tushundinglar-yu, to'g'rimi? Qanaqa chiroyli ko'rinishini qaranglar, mana bunaqa yartillab turibdi. Lekin anu qishloq to'g'ri gapiribdi, o'zi ham bor-u, men hamma qishloqlarni ko'zini olsa kerak bu mashinam, qaranglar, juda ham chiroyliligini. Lekin qishloqqa borishga ham yomon qo'rqyapman-da, bor-u, agar o'g'irlab ketishdachi. Yo'q, lekin baribir borishim kerak. Soat ham uch kech bo'lib qoldi. Kech tushmasdan borib olishim kerak. Mayli, o'tirib unda ketdi qishloqqa mani yangi mashinam bilan. Hop, lekin ehtiyot bo'lish kerak, bu juda ham tez mashina ekan. Ehtiyot bo'lib, sekin qishloqqa borib olishim kerak. Ana bo'ldi. Bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Qishloqlar buni ko'rib nima derkan? Men juda ham qiziqib ketyapman. Hammaligi "Vau, Kompot yangi mashina oldingmi?" deyishsa kerak. Rasmga tushib, bu yoq qilib, lekin mashinamga chiqib olish olmaydi ustiga, chunki bu lavadan qilingan-u. Mayli, bolalar, qishloqqa boring, men kamerani yoqaman unda. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Qishloqlar, hammanglar meni kutyapsizlarmi deyman, yangi mashinamda. Voy, to'xtanglar, men bitta sekin tushib olay. Ana bo'ldi. Vau, Kapot, mashinang qanaqa chiroyli. Qishloqlar, to'xtanglar, meni tushib olay, ko'ryapsizlarmi qanaqa chiroyliligini? Kapot, meni uchirib kelasanmi? Yo'q, men buni o'zim haydashimga oldim. Kapot, ozgina rasmga tushib olsam bo'ladimi? Bemalol rasmga tushiringlar, faqat mashinani ustiga tegmanglar, bu ozgina issiqroq-da. Kapot, bir kunga berib tur, iltimos, haydab keling. Yo'q, men hech kimga bermayman, bu faqat o'zim haydayman. Kapot, men senga aytgan edim, shunaqa bo'ladi deb. Qishloqqa to'g'ri aytibsan. Mayli, rasmga tushib turinglar, men esa ketdim ichkariga. Qishloqqa to'g'ri aytibdi, lekin ko'rdinglarmi, kelishim bilan hamma "Voy, mashinang zo'r ekan. Ber haydab keling, mana shunaqalar" deb, hammalar yuturib olishibdi men bitga. Men aytgandim, mashina tegmaydi deb.
Kompotda uni ham rasmga tushsam bo'ladimi? Yo'q, mumkin emas deyapman. Ne gap tushunmaysizlar? Kompot mashinani kompotdan ustiga o'tirib olsam bo'ladimi? Manikidek qilib. Yo'q, mumkin emas deyapman. Qochinglar o'zi hammanglar. Kompot sabr qilib tur, ozgina rasmga tusha olaylik. Voy, yomon asabimga tegyapsizlar-da, lekin to'g'ri aytibdi anu qishloqi. Mashinani menimcha qayoqqadir bekitib qo'yish kerak, qanaqadir garajmi bilmayman. Lekin u qanaqadir o'g'ri haqida ham aytuvdi, mashinalarni o'g'irlab ketadigan bizani qishlog'imizda. Nima qilsam bo'larkin, bolalar nima deb o'ylaysizlar? Ha, menga bitta ideya keldi. Kelinglar unda mashinamga zashita qilib qo'yaman. Hech kim keyin kapotiga ham o'tira olmaydi, oldiga ham kela olmaydi. Bu juda ham zo'r ideya. Bolalar unda biz shunaqa qilamiz. Unda tezroq shu ish qilish kerak. Faqat anu qishloqlar ketgandan keyin rasmlarga tushib olib, qancha rasmga tusharkin endi ular ham bilmayman. Men endi mayli mazaq rasmga ham tushib olishsinchi. Men unda narsalarimni sekin-sekin tayyorlab turaman bolalar. Hop, ketdi u. Hop, ana bo'ldi. Hammaligi ham уже ketishibdi rasmga tushib olib. Mayli, bu juda ham yaxshi. Men esa hozir mashinamga zashita qilib chiqaman. Birinchi bo'lib, mashinam lavaligiga qaramasdan chetiga ham lava quyib chiqaman. Hech kim kela olmasligiga oldiga. Voy, lekin mashinam baribir chiroyli-da. Bolalar, qaranglar, sizlarga ham yoqdimi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Juda ham chiroyli, mana bunaqa yartillab turibdi. Menga juda ham yoqdi mani mashinam. Hop, mayli, endi men bilan olamiz-da. Mana bu yerga lavalar quyib chiqamiz bolalar. Hop, bu yerga qo'yamiz, bu yerga, hop, bu yerga ham bundoq qo'yamiz, bu yerga ham. Hop, menda yana bor, ketdi, yana olib kelamiz. Hop, endi bu yerga qo'yamiz, bu yerga ham. Hamma yoqni shunaqa qilib to'ldirib chiqamiz lava bilan, hech kim o'tib olmasligiga. Hop, bu yerga ham, menimcha bo'ldi, yana olib kelish kerak lekin. Hop, bu yerga mana opa, ana tekis bo'lyapti. Voy, oldim bilmasdan. Hop, bu yerga ham bundoq qilamiz. Hop, bu yerga ham. Voy, qaranglar, mana to'lyapti lava bilan. Hop, mana bu yerga ham qo'yish kerak ekan. Hop, oxirsini esa kelinglar mana bu yerga. Voy, yana olib kelish kerak ekan. Hop, olib kelamiz. Mana bu yerga. Bo'ldi, ana qaranglar. Уже lava quyib chiqdim. Hamma yog'iga tayyor. Mashinamga endi hech kim o'ta olmaydi, lekin bu hali hammasi emas. Men bu yerga oldilariga nima ninalar ham qo'yib chiqaman menimcha. Kimdir o'tmoqchi bo'lsa bo'ldi, oyoqlarini kuydirib oladi. Hech kim o'ta olmaydi mani mashinamga. Hop, ana bo'ldi. Endi mana bunaqa ninalar qo'yib chiqamiz, yana hech kim o'ta olmasligiga. Ay, o'zim tushib ketdim, ko'rdinglarmi? Yomon o'riydi lekin. Hamma yoqga endi shunaqa chetlariga ninalar qo'yib chiqamiz, hech kim o'ta olmasligiga. Ana bo'ldi, ninalar ham tayyor. Qaranglar, lekin ajoyib bo'ldi-ya. Yana nimalar qo'ysam ekan? Bolalar nima deb o'ylaysizlar? Yoki shuni o'zi ham yetarlimikin, ha? Nima deb o'ylaysizlar? Nima qilay ekan? Hop, to'xtanglar, menimcha yetarli emas. Kelinglar, unda mana bu yerga biz lazerlar ham qo'yib chiqamiz, lazerlar. Hech kim keyin umuman o'ta olmaydi. Agar o'tmoqchi bo'lsa, shundoq lazer kuydirib tashlaydi hammani. Hop, kelamiz, bundoq qilamiz. Ay. Voy, orib ketyapti-yu. Mayli, bundoq ulaymiz-da. Hop, to'xtanglar, mana bundoq ulab olamiz. Ana bo'ldi. Birinchi lazer tayyor bolalar, ana. Hop, endi ikkinchisi ham xuddi shunaqa qilib qo'yib chiqamiz. Tak, bundoq ulaymiz. Ana tayyor. Hop, endi bunisini ham xuddi shunaqa qilib olamiz. Hop, bundoq qilamiz. Voy, to'xtanglar, tushib ketdi. Mayli, bundoq. Ana bo'ldi, tayyor. Endi esa oxiri qoldi. Buni bundoq ulaymiz. Ana bo'ldi, tayyor. Lazerlar ham tayyor. Qaranglar, juda ham zo'r chiqdi. Endi hech kim mani mashinamga kela olmaydi. Agar kelmoqchi bo'lsa, qaranglar nima bo'ladi. Ay, bundoq bo'ladi. Ana bo'ldi, odam o'lib ketadi. Kela olmaydi hech qachon mashinaga. Hop, lapatamni olay. Ana bo'ldi. Hech kim o'ta olmaydi mani mashinamga. Mani mashinam xavfsiz joyda. Bo'ldi, lapata ham kerak emas. Ot ursa ham bo'veradi. Ana bo'ldi bolalar. Men juda ham xursandman mashinamga, qaranglar. Hop, hech kim o'ta olmaydi. Endi ko'ryapsizlarmi qanaqa zo'r bo'lganini buni? Kompot nima bu? Bu meni yangi garajim desa ham bo'ladi, qishloqlar. Sen nima o'zing zashita qoldingmi? Ha, zashita qo'ldim. Qaranglar, mana bunaqa lazerlar bilan, ninalar bilan. Kompot nima bunaqa qolding? Endi oldinga mashina borsa ham bo'lmas ekan-ku, rasmga tushib. Nimaga qishloqlar, sizlar bemalol rasmga tushiringlar, mazza qilib. Men ruxsat beraman rasmga tushishinglarga, lekin men просто biz qo'yishinglarni xohlamayapman-da.
Kompot bekor qilsanda, ketdi qishloqni bu yoqda. Ana ketinglar bolalar, ko'ryapsizlarmi? Mani zashitam judayam zo'r ishladi. Ko'ryapsizlarmi? Hammalik qochib ketishdi-yu, menga bu judayam yoqdi lekin. Ana bo'ldi. Endi mashinamni ham hech kim o'g'irlab ketolmaydi. Ay! Tushunmadim. Nimdir ovoz eshitdinglarmi? Tushunmadim. Bu qanaqadir o'g'ri-yu. Iltimos, skoriy chaqiring. Voy, ko'ryapsizlar, mani mashinamni o'g'irlab ketmoqchi edi, o'g'irlab ketolmadi. Ko'ryapsizlar, 100% ishlaydi bu. Nima endi boshqa o'g'irlamaysanmi? Men endi boshqa hech qachon mashina o'g'irlamayman. Bo'ldi, boshqa hech qachon o'g'irlamagin, tushundingmi? Bolalar, ko'ryapsizlarmi? O'g'irlamoqchi edi, lekin uning qo'lidan hech nima kelmadi. Men lazerli qilib judayam zo'r qildim. Nu shto bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammadan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.